Juda ham zo'r natija beradigan uy olish texnikasi. Buning uchun bizga bir varaq qog'oz va kalit kerak bo'ladi. Qog'ozga ya Razzoq, ya Halim, ya G'ani deb yozasiz va oldindan minnatdorchilik bildirasiz borliqqa. Men oilam bilan shahar markazidagi 3 xonali shaxsiy uyimda baxtli yashayotganimdan juda ham minnatdorman deb yozasiz. Qayerdan 3 xonali uy olmoqchi bo'lsangiz, xuddi shu tarzda yozasiz va kalitni qo'yasiz va oldingizga bir stakan suv qo'yib ovoz chiqargan holatda 41 marta ya Halim, 41 marta ya Razzoq, 41 marta ya G'ani deb o'qiysiz va 1001 marta ya Malikul Mulk, ya Malikul Mulk deb o'qiysiz va kalitni qog'ozga o'raysiz. Xuddi shunaqa kalitni qog'ozga o'rab, kechasi uyquga yotishdan avval yostig'ingiz ostiga qo'yib uxlaysiz. Ikkinchi kuni turasiz, qog'ozni ochasiz, xuddi shu tarzda o'qiysiz, bir stakan suvga suvni ichasiz va ikkinchi kuni ham yostig'ingiz ostiga qo'yasiz. 3 kun shunaqa qilgandan so'ng qog'ozni olasiz, qizil ip bilan bog'laysiz, o'rtasini va hech kim ko'rmaydigan joyga saqlaysiz. Qachonki uyga ega bo'lganingizdan so'ng bu kalitni olib xo'jalikda foydalanaverasiz va qog'ozni minnatdorchilik bilan yoqib yuborasiz. Azizlarim, bu Cimarron texnikasi hisoblanadi. Bu texnikamizdan foydalanib natija olganlar juda ham ko'p. Yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Bizning Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram kanalimiz linki opisaniyada qoldirilgan. Telegram kanalimizda bunaqa texnikalar juda ham ko'p berib boraman. Har kuni kun davomida kamida 10 ta texnika Telegram kanalimizga yuboraman.